Hop, assalomu alaykum, hamma sog'lom o'rtoqlar. Bozorda bir analizlarni ko'rib olamiz. Nimasi nima endi? Bir. Menimcha ovoz kelyapti. Nima ham ishlamay qoldi? Qaranglar. Hozir bozorni sizlardan birgalikda ko'ramiz. Hop. Kechagi savdo va bugungi savdolarni birma-bir ko'rib olamiz. Hop. Mana bu narsa, ya'ni hozir birato'la bozorda kelaylik, keyin alohida kechagi savdo va bugungi savdolarni birgalikda to'xtalamiz. Qaranglar, общий hozir endi bo'layotgan keyingi narsani bilishga harakat qilaylik. Aytgancha hammanglar Ramazon oylar bilan tabriklayman. Xudo xolasa ko'plab yaxshi ishlarni shu oyda qilishga hammaga nasib qilsin. Xo'p. YouTube'da o'tolmadim, nasib Telegram o'zida ham qisqacharoq qilib aytib ko'rsatib ketaman. Xo'p, qaranglar. USDT'da tushimiz kerak. Zona borda, ko'p narsalar bor tepada. Ozgina qolgan narsasi mana bu likvid qoldi. Yana tepada bir ikkita narsalar bor. Lekin tushimiz kerak. Bu tushish altcoinlar bo'sh bo'lamiz. Lekin qaranglar, masalan, mana kechagi OP'ni o'zi qancha tushib ketdi. Endi mana bu narsa, mana sizlarga hozir ko'rsataman. Biz savdo qilishimiz uchun scalping, shunaqa kichkina savdolar qilamiz. Masalan, 4 soatlik qaraylik. Bizga qanaqa bozor kerak? Bizga mana bunaqa tushish, ya'ni bozor bitta tomonga harakatlanishi, trend bilan ketayotganda biz ishlamaymiz scalpingda. Har sessiyada kirib chiqishimiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizga nima kerak? Bizga bozor range'ga kira olish kerak. Bozor qachonki range'ga kirsa, biz qisqa savdolarni ham, ya'ni scalping savdolarni ham amalga oshirsak bo'ladi. Shuning uchun bizga nima kerak? Masalan, mana bu yerda mana bu range ichida zo'r savdo qildik. Mana bu joyda biz qilmadik. Masalan, short ushib olgan bo'lsak, ushardik, lekin undan ham tez chiqib ketganmiz. Bo'ldi, sabr qilamiz, kutamiz. Keyin mana bunaqa savdo qilishni boshlaymiz. Masalan, mana yana bozor o'sdi, o'sganda masalan longida ozgina ushib olamiz, ushlagan bo'lsak chiqib ketamiz. Shunda ham katta tepalar bo'lmaydi. Undan keyin mana bu range ichida ham ozgina zo'r savdo qildik, bilsanglar, har ertalab kechqurun kirib chiqib maza qilib yurdik. Endi mana bozor bitta tomonga oqyapti. Endi yana nima kerak? Bizga ozgina bozor range ichiga tushib olish kerak. Masalan, mana bu joyda, mana bu joylardan biz long kirishga harakat qildik OP'ga. Lekin nima desa bo'ladi? Bu range ichida emas. Ya'ni bozor bitta tomonga ketayotgan. Bozor bitta tomonga ketishi emas, bizga bozor range'ga tushib olgandan keyin savdo qilishimiz muhim bo'ladi. Shuning uchun mana bu juma, shanba straight ozgina to'xtatib turamizda, katta swinglarga ahamiyat beramiz. Hozir mana o'shalarni ham ko'rib beraman. Nima kerak bizga? Hozir o'sha range kirib olishi muhim. Range kirib olgandan keyin kichkina scalping savdolarni amalga oshirsak bo'ladi. Yana bir narsa. Ekran yaxshi ko'ryaptimi? Xo'p. Shu. Keyin xo'p, opsiyani qaraymiz. Opsiyada bizda mana sizlarga ko'rsatgan narsam, ya'ni men bulishman altcoinlarga deyotganim sababi mana bu joyda bizda mana
totulishni hozir sizlarga yana boshqa analiz ko'rsataman. Mana bu joyda deyligimizda o'zi olindi. Olingandan keyin bitta yaxshigina reaksiya qildi. Ya'ni spike qildi. Spikedan keyin yaxshigina bo'lish bo'ladi. Shuning uchun ham men agar mana bu 694 dan tushsa, men short bo'laman. 694 dan tushmasa yoki reaksiya qilsa, men longman. Demak, men hozir ham long bo'laman altcoinlarga. Abi joyda turibdi. Masalan, mani pastga qarab ketdi. OP'ni qaranglar qancha tashlab yubordi. Ya'ni ko'p altcoinlar tushdi. Shuning uchun ham ko'ramiz hozir. Mana dailyda men shunaqa fikrdaman. Ya'ni mana bu 0.7 mana shundan o'tishi men uchun pastga tushishi mumkin edi, ya'ni 680 gacha, lekin bu tushmadi. Mana shunga hozir reaksiya qildi. Demak, biz nima bo'lamiz? Biz bundan bullish bo'lamiz. Hozir yana bir boshqadan ko'raveramiz. Daily time frame. Xo'p, haftaligidan boshlab analizni qilamiz. Xo'p, haftaliga qaraydigan bo'lsak, haftalikda bizga уже mana bu narsalar muhim emas, orqa time frame'dagi, chunki biz уже mana buni ichidamiz. Shuning uchun bu уже olingan bo'ldi, ishlab bo'ldi, shart emas bizga. Kerak bo'ladi bizga mana bu zonada kelsa. Lekin hozir mana qisqaroq time frame'da qaraydigan bo'lsak, haftalikda hozir haftalikda уже mana biz hali ham pastdamiz. Pastda turgan narsa tepaga chiqish kerak. Nimaga? Logika pastdamizmi? Demak, men har pastga tushganda men long qidiraman. Mana shunaqa fikr bo'lishi kerak. Mana hozir men diskaunt ichidaman. Diskaunt ichida men nima qilaman? Har pastga tushganda long qidiraman. Demak, bizning fikr nima bo'ladi? Mana oladigan bo'lsak, mana bu hozir pastdagi mana wikini to'ldiryapti. Wikisini to'ldiryapti. Agar bu ishlamasa, demak mana bu zonalarga to'g'ri keladi. Mana ikkita bizda zona bor. Haftalikda total 3 edi. Hozirgi zona, hozirga kelgan bu zona birinchi zona. Ya'ni mana shu joyda hozir altcoinga bo'lish bo'lib turamiz. Masalan, altcoindan tushdi-ku deyishingiz mumkin. Tushdi, lekin swing men aytayotgan narsam bu 1 ga 5, 1 ga 6 savdolar bo'ladi-yu. Shunaqa savdolar aytayapman. Har tushganda long qidirish hatto bo'lmaydi. Lekin bizga nima hozir? Hozir juma, bugun juma, ertaga shanba, yakshanba. O'tgan juma yaxshi o'sish bo'lgan. Bilsanglar, masalan, qayerda edi? Mana shu o'sishda o'zi примерно yaxshigina o'sish bo'lgan. Shu. Haftalik qarashimiz mana shu. Peki, qayergacha o'sishimiz kerak desanglar, men ko'proq eng yaqin zona olaman. Masalan, men FVG deyishinglar mumkin, lekin bu yerdan FVG olish xato bo'lmaydi-yu, lekin eng yaqinroq zonasi masalan mana bu bo'ladi. O'tganning liquid bizga nima resistance zona bo'lib keladi. Bungacha masalan borib olishi, keyin undan keyin mana bu FVGlarni to'ldirishi va nima bo'ladi? Keyin уже premium zonaga chiqib olishimiz, undan keyin pastga qarashimiz bo'ladi. Haftalikda вот mana birinchi zona. Mana hozir sizlarga yozib ko'rsatib qo'yaman. Birinchisi agar ketsa, keyingisi bizga ikkita zonamiz qolgan bo'ladi. Ya'ni men bu yaxshigina bo'lish bo'ladi. Altcoinlarga ham yaxshi ta'sir qiladi bu narsa. Bilinglar. Ikki. Mana bizda ikkita zonamiz turibdi. Bitta, ikkita. Hozirgi zona birinchi zonada turibmiz. Birinchi zona olib chiqib berish kerak. Haftalik qarash bu total 3 ga. Total 3 ga degani altcoinlarga, общий altcoinlarga haftalik qarash. Bir. Ha, hozir yaxshi.
Mana endi bu narsani qanday qilib mix qilib ishlatamiz desanglar, mana masalan hozir keldi to'g'ri. Axir mana shu kelgan zonani biz любой altcoin ochamiz masalan. Endi OP hozir mana OP ga to'xtalamiz. Boshida masalan mana Telek mana nima qildi? Xuddi o'sha chart, boyagi to'ltirishdagi chart, to'g'rimi? Lekin bu nima qildi? Bir xil narsa qilish kerak bu ham. Total 3 nima qilgan? Wiki 05 ta olgan. Bu nima qilgan? Mana bu yer joyda bizani wikimiz turibdi. Olinmagan. Bu 05 ni o'zi reaksiya qilmasa demak bizada bu reaksiya bo'ladi. Endi AV emasmi? ENA. O'chiramizda qaranglar. ENAni nimasi? Bu nima qildi endi? Mana ENAga qaraymiz. Wikini oldi. Olgandan keyin bizada reaksiya qilyapti. To'g'ri? Qaranglar, mana yaxshigina o'sib. Endi buni masalan ochamiz, kichkina time frame. Mana shu prosta wiklisini olgani uchun o'sdi bu. 4% o'sdi endi. O'piga uncha ta'sir qilmadi. Mana nima qildi? Hali olmagan mana. Arabi o'tamiz, har bittasini bir bor ko'raveramiz. Hop. Arabi yo'q, hali olmagan turibdi bu ham. Hali 3 kun bor. Mana shunday qilib zonalar qo'yib olamizda, keyin altcoinlarda kelgan vaqtda savdo qilamiz. Masalan, endi total 3 mizani o'zini ham bitta ochib olamiz. 05 degan bo'lsa ham. Mana shu 05 ga Tachini o'zi shuncha o'sish bu. Endi juma o'sib ketishimiz mumkinmi? Da, mumkin, lekin baribir bu bozor juma kuni ko'p risk qilmaymiz biz. Masalan, juma shanba sirasi risklar to'xtatilib, volatilность ko'payib to'xtatiladi. Nima qilamiz? Prosta mana aytilgan zona, masalan, siz yana qilmoqchi bo'lsangiz, aytiladi, har bir gap qilmoqchi bo'lsak, mana shu zonadan qolinishi kerak. Manani ko'radigan bo'lsak, manada ham likvidimiz bor pastda. O'sha olingandan keyin savdo qilsak bo'ladi. Altcoinlarga shunaqa fikr. Endi USDT ni haftaligiga o'tamiz. Xo'p, USDT общий orqa time frame ga o'tib qarab ko'ramiz. Xo'p, eng muhimi masalan USDT ni ham o'zining ATX'si bor. USDT dominance'da o'zining ATX'si bor. ATX'ini olgandan keyin bozor har doim reaksiya qilgan. ATX degani bu all time high. Har doim all time high olinsa, bozor reaksiya qiladi. Shortga yoki bozor tushishiga reaksiya qiladi. Bu degani agar USDT ATX'ini olsa, o'zini olgan ATX'ini olsa, ko'ni ham bo'lish possible. Lekin bu hali ATX'ini olmagan. Ya'ni siz maksimal bo'lish bo'lmoqchimisiz bozorga, demak siz USDT ni ATX'ini kutganingiz ma'qul. Sizda qanaqa fikr? Albatta kommentga yozib qoldiring. Habib mana shu joyni kesamiz. Shu. Hop, keyingisi mana shu narsa men uchun muhim. Mana shu olinsa, takorcha spot, ko'p narsalarga savdo qilsak bo'ladi. Masalan, Bitcoin aytadigan bo'lsang ham, bu nimaga to'g'ri kelyapti? Bu zona agar o'sha narsaga borsa, boyaginday Bitcoin borsa, bu bunimiz yoki men aytmoqchi bo'lgan narsa hali ham o'sha joyida. Вот. Bizani birinchisi 57 ming. Birinchi tachi. 57 ming. Keyingisi hop 39 ming bor. Yoki 39 emas, hop mana. Hozir buni o'chiramiz. Menimcha, menda shunaqa fikr bor. Bitcoinni oxirgi lovlari qachon?
57 ming bor. 57 mingni o'zi. Undan keyin 48 ming zonalar ham bor. Undan ham pastroq tushishi mumkinmi? 40 minggacha tushishi mumkin. Lekin tushish juda ham tez bo'ladi va u narsani ko'rmay qolishimiz ham mumkin. Bir kunda bo'lib qolishi ham mumkin. Shuning uchun tayyor bo'lamiz. Bo'lishi kerak. Bu oxirgi lovlari bo'ladi. Bundan keyin menimcha yaxshigina tushsa kerak. Sizda qanaqa fikr? Albatta kommentlarga yozib qoldiring. Men mana shu zonalarni aytyapman. Ya'ni 57 ming, 48 ming, mana bu joyda ustoz aytgan zonalar примерно o'sha ham 40 minglarga to'g'ri kelyapti. Bitcoin'da mana shu narsalarni ko'ryapman. Shular olinsa, bu degani boyagi USDT ATX'si bor, o'sha narsa ham olinishiga to'g'ri kelayotgan bo'ladi. Ya'ni ustoz yana bitta gap esimga tushdi. Bozor qanchalik oqqan sari top 10 talik, top 100 talik, top 200 talikga ham ta'siri bo'ladi. Ya'ni o'sha coinlar ham, ya'ni umuman yo'qolib ketish ehtimoli bor. Siz bilgan, oldindan bilib yurgan coinlaringiz vaqti 0 sent, ya'ni 0 ga tushib ketish ehtimoli mavjud. Kecha mana OP'da ko'rib turibman. Kecha ko'zim oldimda bo'layotgan narsa bozor ko'rsatib qoldi. O'zim ham bunaqa fikr, ya'ni volatilность kirgan coinga scalping yoki swing qilish juda ham xato bo'ladi. O'zini kutish kerak range'da. Mana shu narsaga ozgina kechalari bo'ysunmadi, keyin yaxshigina stop loss bo'ldim o'zim. Shu bo'ldi. Prosta tak bozorda o'sha yaxshigina volyum kirdimi, prosta range kutamiz. Hozir ham mana masalan bozor mana shu Bitcoinni o'zini aytadigan bo'lsak, volyum bor. Ya'ni bozor pastga reaksiya qildi. Qilgandan keyin nima? Ozgina range, ya'ni bozor o'zini range'iga tushyapti hozir. Masalan, mana daily time frame olib qarasak, mana range'iga tushib, Bitcoin aytadigan bo'lsak, mana bu kvadrati, ya'ni o'sha narsa. Mana buning ichida yuribdi. Prosta mana shu ozgina tushishdi ham o'zi altcoinlarga juda katta ta'sir qiladi, bilgan bo'lsangiz. Tushunasizlarmi? Shu, endi mana hozir ham biz haftalikda bunga nima qarashimiz bor bunga. Haftaligimizda hafta juda ham bir noaniq dailyga o'tamiz sirali. Dailyda nima? Dailyda o'zi qisqarog'iga o'tamiz. Qisqarog'idan tortishni boshlayman. Qaranglar. Bizda ikkita zona turibdi. Agar masalan hozir buni bunaqa deydigan bo'lsak ham, oxirgi mana bu high bitta bizga zona ushlab olishimiz uchun yana masalan mana shu olinishi bizga nima bo'ladi? USDTga short bo'lamiz, altcoinlarga long bo'lamiz degani. Bu olinishi bizga muhim. Undan keyin masalan mana bu o'sish nima bo'ldi? Bu o'sishda hech narsa yo'q. Mana masalan mana bu o'sishda qaranglar qanaqa FV bor, mana bunda qanaqa FV, mana kuchli qanaqa. Masalan bu prosta tak o'zini to'ldirib yana tushib, o'zini to'ldirib yana tushib, o'zini to'ldirib yana tushadi. Endi hozir bunga hozir 4 soatlikni ko'rakda. Mana qarang, 4 soatlik prosta borib tushib. O'sha narsa hozir mana o'shanga to'xtalamiz. Mana xato bo'lmagan, masalan, o'tgan safargi sizlar bilan birgalikda analiz qilganmiz. Altcoin o'sha OP'ga long kirganmiz, to'g'rimi? Mana shu kunida mana shu joydan bozor tushish kerak deb analiz tashalgan sizlarga. Tushdi, USDT tushdi. Bitcoin qarang qancha o'sdi. Mana o'sha kun mana. Bitcoin 2% o'sdi. O'sha Osiyo qarash. Lekin bizda nima? OP bor. OPdan pul chiqib ketyapti. Biz bunga qarashimiz vaqtga o'xshamagan. Mana ozgina o'xshagan. Managa qarab kirganimizda savdo o'xshagan. 1% yurdi bu. AV qaraymiz. Qaranglar. AV yurdi bu ham 1.72% yurdi. Mana bu yerda qaysi coin bor edi? Jup. Mana jupni qaranglar. Qancha o'sish qildi. 5% o'sib ketdi jup.
Ya'ni bozor o'xshamadi emas, lekin biz ushlaydigan har doim kiradigan koinimiz ishlamadi, bo'ldi. Tamom, bitta dosyada. Lekin masalan, общий bozorga analizda bu USDTni analiz qilding degani sen общий bozorga analiz qilding. ETHni qaranglar, o'tgan safar qancha o'sdi masalan, o'sha endaqada. Tushunyapsizlar? Shuning uchun masalan sizlarga analiz tashlandimi, iloji boricha общий narsaga qaraveringlar. Masalan, bitta OPni o'ziga qarab qolish, bu bilmayman, sal neto bo'lib qoladi. Shuning uchun общий narsalarga qarash kerak. Hozir biz nima qilamiz? OPning o'rniga mana yoki AVdan foydalanib turamiz. Masalan, AV mazza qilib ishlayapman bunda, sal o'xshayapti. Chem mana bilan o'qiy qaragan. Sal riskoyni buni ham ishlasa bo'ladi. AVga o'tib qarab ko'ramiz. Yana bitta coin ENA bor, ENA bilan ham ishlab ko'rsak bo'ladi. Lekin bunda ham shu tepa past, juda ham tez oboradi. Juda ko'p. Endi biza hop hozirlarga bitta narsani aytib beraman. No, reaksiya yaxshi-yu. Hozir mana o'sha Osiyo qarashni ham ko'rib olamiz birato'la. Osiyo sal sho'rtroq bo'lamiz ekan. Osiyo sho'rtroq bo'ladigan bo'lsak, sal neto qolyapti. Hozir. Xo'p, hozir nima qilamiz? Shu bozor olinib tepaga chiqib olish kerak yoki ya'ni kuchli spike bilan bozor olindi. Hozir masalan pastga qarab ketdi, lekin bozor nima bo'ladi? Hozir bu pullback qilganda bo'lyapti. Shunda teparoq chiqib ketishimiz ham mumkin. Buni ko'ramiz. 3-4 xil fikr, mana shu zonalar muhim. yoki sal teparoqqa chiqib tushish ham qilish ham mumkin. Bu nima? Osiyo qarashimiz. Fikr homosiga short bo'lishimiz mumkin ekan. Shu. Endi buni daily o'chiramiz 2 soat qoldi.
Daily'da teparoqdagi zonani olinishi muhim. Shunda altcoin'ga ozgina short, undan keyin long bo'ladi. Shunaqa hisob to'g'ri kelyapti. Bilmadim. Har xil mana hozir mana bitcoinga qarayapman, bu boshqa narsani aytyapti, to'xtatuvchi вообще boshqa narsani aytyapti. USDT zona qolib ketyapti. Hozir pastga qarab ketishimiz kerakmi? Bunday ketishimiz kerak. Bunaqa fikrlar. Ko'ramiz bozorni yana. Hop. Shunaqa fikr. Bunda qanaqa fikrlar bor? Masalan, mana bitcoin qayergacha tushadi yoki qayerdan o'sadi? New York sessiyada bitta sizlarga setapni o'rgataman. New York sessiya har doim ikkita tomonni ham olib keyin yuradi. Ya'ni siz ikkita tomonga ham tayyor bo'lishingiz kerak. Bu degani sizda aytaylik mana masalan New York sessiya boshlandi, tepada nima bor? Bizda likvid bor. Bozor nima qiladi? Bozor New York har doim likvid oladi. Likvid olingandan keyin mana likvid olinadi. Olingandan keyin siz savdo qilishingiz kerak bo'ladi. Likvid olinadi, keyin savdo qilasiz. New York ko'pincha shu narsani qilib, isbotlab kelyapti. Mana o'zini New York hayini oladi, bozor nima qiladi? Masalan, boshlangandan keyin bitta pastdagi lullar tozalayapti, keyin likvid olishga chiqadi. Bu joyda nima qilyapti? Mana bundan oldingi zonamizda bozor nima qildi? Pastdagi zonani oldi, olib, keyin tepani olishga harakat qildi. Boshida masalan bilishingiz mumkin. Hop. New York, Habib Mashinjon kesamiz. Hop. New York ko'pincha New Yorkga sizlarga New Yorkda savdo qiladiganlar uchun sizlarga bitta setup o'rgataman. New York har doim ikkita tomonni oladi. Keyin bozor o'zini harakatini davom ettiradi, ya'ni trendga qo'shilasiz. Nima qilishingiz kerak? Siz vaqtida trendga qo'shilishingiz uchun har bitta zonani chizib olasiz New Yorkdan oldin va masalan bozor likvid, to'g'rimi? Bozor masalan New York boshqa bordi, keyin likvid olgandan keyin savdo qilishni boshlaysiz. Pastga qarab. Endi masalan mana New York yana turibmiz. New York nima qildi? Likvidlar chizib olgansiz, bilasiz qayerda likvid borligini. Bozor nima qildi? Masalan mana likvid turibdi. Bozor bordi, lekin zonani olmadi. Siz aytgan likvid zonani olmadi. Pastga qarab ketdi. Nima qildi? Pastdagi zonani oldi. Siz nima qilasiz endi? Past olinganda siz tepaga harakat qilasiz. Oddiy bozor New Yorkdan shunaqa ideya. Siz o'sha likvidlar bilganingizdan keyin New Yorkda shu setup qilishingiz oson bo'ladi. Bilib oling, New York har doim ikkita tomon olib keyin yuradi. Yoqqan bo'lsa albatta like bosing. Ishlatib ko'ringlar, ishlatib natijasini keyin kommentga yozsanglar, xursand bo'laman.
shunaqa fikr. Xo'p, yangi boshlagan treyderlar iloji boricha katta plechlar olishga harakat qilmanglar. Sizlarga maslahatim, birinchi o'rinda siz spot savdoni nimaligini tushunib olib, keyin future savdoga o'tsangiz bo'ladi. Boshlanishida siz mayli, men aytmoqchi emasman, sразу 100x, 200x ga o'tmang. Mayli kichkinaroq xlar bilan boshlang. Aytaylik, mana 10-20x sizlar uchun bozorda bor. Savdo qilasiz, ishlatib ko'rasiz. Xo'p, endi siz bu narsani siz foyda olib kelmadi yoki juda ham asta deb o'ylab olasiz. Keyin mayli o'ting 30x, 50x, ana 100, 200x. Endi siz hammasini yig'ing, analizlaringizni to'plang, to'plaganingizdan keyin statistika qiling. Bir hafta 30x, 50x qilib ko'ring, bir hafta 100x bilan qilib ko'ring, bir hafta 10-20x. Keyin sizga qaysi biri ko'proq foyda olib keldi yoki qaysi biri sizni pulingizga yubordi, o'shanisi aniq bo'lgandan keyin o'sha plechoni siz to'g'ri keladi. Lekin siz fikringiz bilan katta plecho bilan savdo qilmang. Juda ham katta xato. Bu juda ham katta professionallarning ishi sразу katta plecholar bilan ishlash. Shuning uchun ham kichkinaroq plechodan foydalanganingiz ma'qul. Hop, yangi treyderlar iloji boricha future savdoga kirganda katta plecholar bilan ishlab ko'proq foyda qilaman deb o'ylaydi, lekin unaqa ishlamaydi bu. Mana sizlarga maslahat, yangi treydermisiz, iloji boricha kichkinaroq plechodan boshlang. 5x, 10x, 15x hop boshladingiz. Asta tuyulyaptimi? Keyin mayli o'ting, yana kattaroq plecho 30, 50x ga o'tdingiz. Keyin mana 100x, 200x ga o'tdingiz. Endi hammasini statistika qiling. Sizda qaysi biri pulingizga yubordi yoki qaysi biri sizga ko'proq foyda olib chiqdi. Bu narsani bilib oling. Keyin sizga o'sha plecho to'g'ri keladi. Bu deganim sizga 5x to'g'ri keladi, sizga 50x to'g'ri keladi balki. Tushunasizmi? Lekin siz hammasini to'plab qaysi bir foyda olib chiqadi. Sizga o'sha plechoda ishlang. Lekin yangi boshlagan treyderimiz iloji boricha katta plecholarga vaqtcha qaramang. Siz qancha plechoda ishlaysiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Habib, mana shuni kesamiz. Keyin ana bu tekst qo'shing Habib, nasib hammasining tagiga tekst subtitri boshlanishiga shu yangi treyderlar deyildimi, o'sha gap bo'lsa o'shalarni qo'shib gapirsangiz, video qilsangiz bo'ladi. Shunaqa fikr borlar. Ну вот, mana qarashimiz, osiyo qarashini qilib berdim, haftalik qarashlarimizdan qilib oldik. Nima kerak bizga? Prosta reaksiya kerak hozir bozorda. Ozgina ranjga tusha olsa, keyin scalpingni boshlaymiz. Qarayman, hozir mana juma mayli oxiratdan qarab ko'ramiz. Undan keyin agar ishlasa ishladi, bo'lmasa yakshanbani kutamiz. Keyin bozor o'z holiga kelib olishi. Ya'ni sessiya vaqtida baribir volyum kiryapti-yu, naborotga kiryapti, shortga kiryapti. Bilinglar bu narsa. Mana masalan, boyaga qarash ishlaverdi, lekin juda ham kech ishlaverdi. Mayli, xo'p, charchamanglar. Mana qilib berdim videochani. Haftalik qarashlar mana oddiy qarash, mana oddiy istilgan narsa. Boyaga aytgan narsa, masalan, siz long qarash qilmoqchimisiz, swinglarga, kattaroq time frame'da swinglarga savdo qilmoqchimisiz, mana sizlarga 2-3 ta zona ko'rsatilgan. Bitta zona. Hozir mana shu atrofida turibdi. Ya'ni bu degani mana haftalik turibdi-ku, mana haftalik shu yerda turibdimi? Demak, biling, har tepaga chiqishida siz long ochaverasiz.
xato bo'lmaydi. Keyin masalan stop-loss urildimi, keyin pastroq ikkinchisi kelganda unda ham xuddi shunaqa qilasiz, xato bo'lmaydi. Bu degani sizga kattaroq foiz ushlaydiganlarga aytyapman. Swingga u masalan 1 ga 10, 1 ga 15 ham ketib qolishi mumkin bunga. Mana shu joyga chiqishini o'zi ham yaxshigina reaksiya bo'ladi bozor, bilinglar. Mana shu narsani aytmoqchiman. Xo'p, hammaga rahmat, charchamayman. Jonli ketishani